300 kvadrat tunuka fon 2026-yildagi eng trend fasonda bo'ldi. Agar siz pulingizni maksimal darajada tejab, juda ham chiroyli suratda uyingizni tunuka fon qildirmoqchi bo'lsangiz, ushbu videorolikimiz aynan siz uchun oxirigacha ko'ring. Baraka topkur. Hali ham obuna bo'lmasa, kuzatayotgan bo'lsanglar, obuna tugmachasini shundoq bosib qo'yinglar. Biz esa boshladik. Assalomu alaykum azizlar. Kamina Usta Abdulloh 17 yillik tajribaga ega tunukasoz mutaxassiman. Biz qadriyatli ustalar jamoasiga asos soldik va jamoamiz bilan birga butun respublika bo'ylab 7 yil mobaynida 400 ga yaqin katta xonadonlarda uylarini, patologlarni juda ham chiroyli suratda tunikafonlarini qilib o'z egalariga topshirdik. Navbatdagi obyektimiz Samarqand viloyat Pazdarg'om tumani Arabxonada. Arabxona bu juda katta bir joy. Bu yerda o'zida 4 ta eng katta mahalla bor. Biz hozir Iskandariy mahallasida turibmiz. Iskandariy mahallasida Vahob akamizning xonadonlarini juda ham chiroyli suratda tunikafon qilib berdi. E'tiborli jihati shundaki, qadriyatli ustalarning xizmati uy egalariga ma'qul kelganligi uchun birinchi Vahob akani akasi Orif akamizning uyini chiroyli tunikafonlarni qilib berdik. Juda ham chiroyli chiqdi. Undan keyin ukasi Dilshod akamizning uyini tunikafon qilib berdik. Uni ham ishi juda ham chiroyli chiqdi. Shu ma'qul bo'lganki, ketma-ket aka-ukalar bizning xizmatlarimizdan foydalanyapti. Endi navbatdagi ishimiz Vahob akamiz uyi. Agar siz ham Pazdarg'omdan Arabxonadan bo'layotgan bo'lsangiz, aynan Arabxonani o'zida juda ko'p xonadonlar tunikafon qilib berganmiz. Ushbu uyimiz juda ham chiroyli chiqqan. Uyimizda haqiqatan bir ko'rkiga ko'rk qo'shgan narsa bu alikafon fasonimizda aynan oppoq rangiga ozginagina qop-qora nirjavika ishlatganimiz holda ushbu ishimizni ko'rinishiga yana boshqacha, o'zgacha bir go'zallik berdi. Mana uyimizda eng nozik nuqtalardan biri bu burchak joylari, ichki burchaklarni qarang, nihoyatda chiroyli chiqqan. Yaqinroqdan ko'rsatib mana. Bu uyimizda qora palasalari mana bu nirjavikadan bo'lgan, juda chiroyli chiqqan. Biz uyimizda latoklarni ham o'zimiz qo'yib berdik. Chiroyli qilib turib, tunikani 3 ga bo'lingandan va so'kalarni ham o'zimiz tushirib berdik. Mana bu tunikalarimizning qalinligi chista 0.4 lik glansiy tunikadan bo'lgan. O'rtalaridagi qoralar esa bu haqiqiy nirjavikadan bo'lgan. Nirjavikaning yaltirashini qarang yaqindan. Juda ham chiroyli atmosfera beradi. Nirjavika narxi faqat sal qimmatroq chiqadi. Tunikafonlarimiz, kaziroklarimiz dutili variantda bo'lgan. Ishni haqiqiy bahosini mana bunday yondan ko'rsatsam bo'ladi. Tekisligini qarang. Haqiqatan mana juda ideal chiqqan mana. Bir tekisda idealni. Bu yaltiroq tunika va quyoshga atrijat qilib turib, valnalar yaqqol bilinishi kerak. Bitta ham valna yo'q. Mana kichkina ayvonchamiz ham juda chiroyli chiqqan. Ayvonchamizni ham oppoq rangda qildikda, faqat ichidagi palaskalar oralarini qora nirjavikalardan yurg'izdik. Xuddi shunday darvozaxonamiz ham juda chiroyli suratda chiqdi, alikafon fasonda. Mana bu o'rtalarini esa qora nirjavikalardan foydalanganmiz. Ishimizni mana burchak joylarini ko'rsatib boraman, yaxshilab e'tibor qilinglar. Ish nihoyatda toza, umuman valnalar yo'q. Xullas kalom jigar, bu nima edi deb o'tirsang, bu yog'och ustumda mana shunaqangi tunikafon bilan mehr berilgani. Qalay chiqibdi? Bitta laykka arziydimi yo'qmi? Arzizda bitta layk bosib oringlar. Xullas kalom 47.475 ming so'mga nimalar kiradi? 300 kvadrat tunika ishlatildi. Bu tunikani qalinligi 0.4 lik glansiy tunikadan. Tunikafonimiz tagiga, karkasga metall profil ishlatildi. Bundan tashqari samariz, hamma lisalar, dastavka xarajatlar hammasi shu narxda ichida qilib, narxini 150 ming so'mdan qildik. 300 kvadrat tunikafon ishlatdik. Bu pul ichiga yana nimalar kiradi? 60 metr latokni qo'yib berdik. Bu yerda latoklarimizni kattaligi tunikani 3 ga bo'lganmiz. Mana bundan tashqari kronshtaynlar. Kronshtaynlarimiz esa 3 ga 4 profildan bo'lgan. Bu kraskasi oddiy kraska emas, parashkoviy kraskada qilingan. Azizlar, e'tiborga olib qo'yasizlar. Kronshtaynlari metallический bo'lgan. Xullas 60 metr latok qo'yganmiz. Usta haqqi materiali hammasi ichida, shu narxda ichida bo'lgan. Agar siz qadriyatli ustalarga tunikafon qildiradigan bo'lsangiz, biz sizni vaqtingizni, pulingizni, asablaringizni tejab bergan holatda to'g'ri qaror qabul qilishga, eng chiroyli dizaynni tanlashga yordam beramiz. Ishlarimiz qiziq bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali bizga bog'laning.
hisob kitob qilib berish, maslahatlar qadriyatli ustalarda mutlaqo bepul. Agar siz ham Vahob akamizga o'xshab bizni musofirdan kuzatayotgan bo'lsangiz, Telegram, WhatsApp imolarimiz ishlab turibdi. Qadriyatli ustalarni kuzatishda davom etinglar.